yil naratib kelayotgan do'stlar, yoki bo'lmasa naratib kelmoqchi bo'lgan do'stlar, bu qizlarning o'rnini davomli holatda mendan so'rab kelyapsizlar. Bu bo'lsa mening mobitim. Yana kelib yana o'rnini men sizlarga aniq bir tushuncha berib o'tay. Birinchisi, naratni narat qilib to'nitgan Kunun so'yan boshliqdagi yaylaq dünya bo'yicha 4 joy yaylaqdan birsi deb namagan shu boshliqdagi yaylaqqa menga yo'l tepsidagi qizlar bu. Bu yerga kirish biletidan tortib hamini tushuntirib beray. Bu yer sayohat o'rni ichi sho'nlashga bu yerga bilet oladi. 95 koy pul bileti, 48 soatlik bilet. Buningda 18 yoshdan to'yiniga 20 bilet, 60 yoshdan 70 yoshgacha 20 bilet, 70 yoshdan ustiga bilet ilinmaydi. Cho'qim bir taj yurkolan bilsam 6 raqam yo'lab qo'shmaganlar qo'shinglar. Uningdan sir bu yerga mana shunga o'xshash avtobuslar odamlarni olib chiqadi. Avtobusning kira puli 40 koy, shuningda 135 koy pulga bir kun o'ynab keta olasizlar. Endi sizlarning biletlarning vaqti 48 soat bo'lgan ekan. Bugun bir kunga o'yindanlar, erta bir kunga qanaqa qilamiz? Faqat 24 koy pulni yana bir avtobusga to'laymiz. Naratning yana bir boshqa manzil rayoniga olib u yerda bir kun o'ynab ketsizlar. Demak, sizlar 159 koy pulga qana bo'ldi. 2 kun sayohat qilib o'ynab keta olasizlar. Endi do'stlarimiz, naratning barliq sizlar nega basanglar bo'ldi, nega bormasanglar bo'ldi. Mushu to'g'risida men sizlarga davomli holatda tushuncha berib turaman. Bir taj yurkolan bilsam 6 raqam yo'llab, meni qo'shmaganlar qo'shinglar. Men davomli holatda naratning eng go'zal yerlarini sizlarga tushuntirib beray. Uningdan sir o'zimning aşkan sayahatimdan bilirsə 99 koyğa 5 adamda 7 adam yatalayızlar. Vallahi oynaydigan aşağıdaki top olsun, pimpançı olsun, yumançı olsun, barlıq oynaydigan narsa hamını bekalı qilib berdim. Onda olsa qana qilamiz, qo'shmaganlar qo'shib olamiz. Meni qo'shmaganlarga men naratni tushuntirib bermayman. Uningdan sir naratdagi aşı 99 koyğa 5 adam yatalaydigan yataqni bermayman. Qana qilamiz? Qo'shmaganlar qo'shib olamiz. Yuragimiz 6 raqam yo'llab keyingi filmga diqqat qilamiz. Rahmat.